yaratganini bilmasmi hech? U har bir narsadan xabardor zotdir. Bandalariga nazokat va marhamat bilan munosabat qiluvchi, cheksiz inoyat va saxovat sohibi, hamma narsani aniq va batafsil biluvchi lutf sohibi, yer yuzidagi barcha ne'matlarning yaratuvchisi Al-Latifdir. Insonlarga tinchlik va ishonch baxsh etuvchi bu ism Alloh taolo barcha bandalarining xohish va ehtiyojlarini bilishini va bu ishlarda ularga tasalli berishini bildiradi. Rahmat va muruvvat sohibi Alloh taolo bergan narsasini hech narsa kutmasdan beradi. Shu darajadaki Alloh taolo o'z maxluqotlarining barcha ehtiyojlarini eng sirli va nozik tafsilotlargacha biladi. Al-Latif ismini zikr qilib yursangiz, ibodatlaringizda dangasalikni his qilmaysiz. Allohning izni bilan boshlamoqchi bo'lgan va boshlagan ishlaringizda sekin-astalik bilan muvaffaqiyatga erishishni boshlaysiz. Zikrni takrorlab yurish bilan inshaalloh Allohga topshirilgan ishlar albatta muvaffaqiyatli yakunlanadi. Zerikish, stress, depressiya va qayg'udan xalos bo'lish uchun albatta tavsiya qilamiz. Rizq kengayishi uchun umidimiz juda ham katta.